O'zingizni va farzandingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Meni ismim Qayumxo'jayeva Bibixon. Hozirda shu maktabda 2 nafar farzandim ta'lim olyapti. Katta farzandim Qayumxo'jayev Akobirxon 3-V sinf o'quvchisi hamda kichkina qizim 1-B sinf o'quvchisi Qayumxo'jayeva Farizaxon. Nega aynan katta tanaffus maktabini tanladingiz? Birinchidan bizga juda ham qulay lokatsiya bo'lgani uchun, lokatsiya deganda katta yo'ldan nariroqda, ancha uzoqda, daraxtzor, seksiyalar ko'p. Shuning uchun hamda kuchli o'qituvchilar jamoasi bo'lgani uchun. O'qituvchilar deganda mana bizani kuratorlarimiz ham, o'g'limda ham, qizimda ham juda kuchli mutaxassislar, tajribalari ko'p. Bolalarni ham o'qishga juda yaxshi qiziqtira olgani uchun ham menga juda ma'qul keldi. Yil davomida farzandingizda qanday katta o'zgarishlar sezdingiz? Yil davomida 2 farzandi bo'lgani uchun katta o'g'lim уже o'qishda ozgina tajribasi bor. Shunda ham matematika, mana ingliz fanidan chuqurlashgan bilimlarga уже ega bo'lyapti. O'qishda ham ancha olg'a ketgan. Qizim 1-sinf o'quvchisi, mana sentyabrdan to mana maygacha oladigan bo'lsam, o'qishda ham, matematikada ham hamda xorijiy tillarga keladigan bo'lsak, hozir biz bu yoqda 2 tilni tanlash huquqiga egamiz, yo Xitoy tili, yo arab tili. Biz Xitoy tilini tanladik. O'sha Xitoy tilidan ham ancha yaxshi natijalarga erishdi. Uyda 1-2 iboralarni ham yaxshi gapirgani uchun shularni ko'rib, xursand bo'lib, qoniqamiz. Maktabga kelishingiz qanday bo'lgan? Birinchi kelganingizni eslay olasizmi? Albatta eslay olaman. Bizaniki juda tez bo'lgan, chunki maktabni almashtirishimiz kerak bo'lgan. 5-6 ta maktab, xususiy maktablarni ko'rib chiqqanman. Katta tanaffusni tanlaganim boisi birinchidan shu, yana aytib o'taman, lokatsiyasi, ikkinchidan baribir har bitta ota-ona o'zini farzandi uchun yaxshi joyda o'qishini xohlaydi. Xonalarini, sport zallarini hammasini ko'rib, menga juda ham ma'qul kelgan, chunki boshqa xususiy maktablarga nisbatan territoriyasi juda ham katta, xonalari keng, yorug', bolalar o'tirib o'qisa ham maza qilib o'qiydigan maskan. Katta tanaffus boshqa maktablardan nimasi bilan ajralib turadi siz uchun? Men uchun xususiy maktablardan birinchidan shu binosi juda yoqqan, ikkinchidan o'qituvchilari. Endi hamma joyda ham yaxshi o'qituvchilar bor-ku. Endi bizga hamma jihatdan to'g'ri keldi. 2 ta xorijiy tillardan bittasini tanlash huquqi bu juda ham yaxshi, chunki masalan mana 2 ta farzandim bor. Kattam arab tilini tanladi, masalan ikkinchi qizim Xitoy tilini tanladi. Shu xorijiy tillarni bizga juda ham chuqurlashtirib o'rgatishyapti hozirgi kunda. Shu bolani o'qishga qiziqishini qanday oshirish mumkin? Qiziqishini birinchi navbatda o'zingizni namunangizda, uyda qanchalik bola bilan shug'ullanib, oldida o'tirganda ham telefonga tikilib emas, balki o'sha kitob o'qib yoki har holda qiziqtira olsangiz. Hozir bularni shunaqa paytki, savol berish juda ham ko'p xohlaydi, yaxshi ko'radi. Qiziqishi ko'p savollarni. O'sha savollar berganda ota-ona chetga surmasdan bolani nabarot qiziqtirsa, savollariga imkon qadar ko'proq javob topib qiziqtirsa, menimcha o'qishi ham shunga yarasha yaxshi bo'ladi. Katta tanaffusni boshqa ota-onalarga tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman, tavsiya qilib kelyapman, chunki maktab juda ham zamonaviy qurilgan, ovqatlari juda ham yaxshi, to'g'ri mahal, sbalansirovaniy ovqatlar berishyapti. Bolalarim juda ham xursand, довольный keladi uyga, o'qituvchilardan ham, o'qitish tizimidan ham men juda ham xursandman, ko'nglim to'q.